Ibrohim alayhissalom kabi olovga tashlandingmi? Yusuf alayhissalomdek quduqqa tashlandingmi? Muhammad sallallohu alayhi vasallamdek Toifdan toshbo'ron qilib quvildingmi? Yoki namoz o'qiyotganingda boshingga ichak-chovoq ag'darildimi? Nega tushkunsan? Qayg'ursang, Qur'oni Karimni o'qib, uni hayotingga tatbiq qila olmayotganing uchun qayg'ur. Xafa bo'lsang, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni joningdan, molingdan, yaqinlaring, tug'ishganlaringdan ortiq seva olmaganing uchun xafa bo'l. Qayg'ursang, haqiqiy ma'nodagi banda, Nabiy sallallohu alayhi vasallamga chin ummat bo'la olmayotganing uchun qayg'ur. U zotning shafoatlariga noil bo'la olmasligingdan qo'rqib qayg'ur. Balki bo'ldi bas dersan. Balki o'zingni yo'qotib qo'ygandirsan. Balki yig'layotgandirsan. Quloq tut. Robbing senga gapiryapti.